Achkani olinglar ukalar. Albatta shu oldanib qolgan ukalarimiz ham o'tiribdi bu yerda. Bizni yaxshi ko'rar edi bir paytlar. Lekin keyin salom bersak, mashinaga xo'mrayib qog'ini soptirishlikka o'tdi. Kim o'rgatdi sizlarga bu narsani, birodarlar? Nimani o'rgatdi sizlarga? Albatta endi o'pkasiga koronavirus kirib bo'lgan odamga maska tutishni foydasi yo'q. Chunki u maskaga kasal kirguncha taqish kerak edi. Endi shu kasal qalbingizga kirib bo'lgan bo'lsa, endi maskani keragi yo'q. Mana gaplarimiz ham foydasi bo'lmaydi ularga. Unda nimaga gapiryapsizlar unda? Ikkilanayotgan, ganglayotgan, hali oldanmaganlarga gapiryapti. Bittasi shu men bilan bahs qilyapti. Bizga yaqin bo'lgan edi bir payt. Ey desam, siz bilan meni bahs qilgani ilmim yo'q-da, deyapti. Ha, unda qayerdan bildingiz meni aqidamni noto'g'riligini? Aqidalarda shubham bor, deyapti. Ha, xo'sh shubham bo'lsa ayt, manaqa. Dalillarda aytsam, meni ilmim yo'q-da, deyapti. Unda qayerdan bilding meni aqidamni noto'g'riligini? Logikaga to'g'ri kelyaptimi? Achka taqqanlar, achkani olib qarab ko'ringlar-da.